soat ko'rishingiz mumkin bir botni. Bilasizlarmi? Bora vaqt har qanaqa mol dunyodan qadrli bo'lib qolar ekan. Ya'ni vaqt o'tgan sari shunaqa ta'rif bermoqchimanki, yosh bo'lgan paytingiz, mol dunyoga endi erishayotgan paytingiz vaqtda ahamiyati bo'lmas ekan. Ertalabdan kechgacha ishlayotgansiz, ertalabdan kechgacha ishlayotgansiz. Lekin qo'lingizda qancha dunyo ko'payib, pulingiz ko'paygan sari, lekin umringiz ozayotgan yoki umringizni yarmiga yetib ketayotganingizni his qilgansiz ekan, ya'ni yoshingiz katta bo'lganda siz vaqtni emas, oilani qadrlayotgansiz deb o'sha payt vaqtni shunaqa qadriga yetishib boshlayotgansiz. Voy, bir bo'ldimi, ikki bo'ldimi, voy oilamga, voy bolalarimga tezroq boray deyotgansiz. Qaranglar, soat 1 bo'ldi. Oldin yoshroq paytim, bolalarim kichkina bo'lgan paytda derdim, lekin hozir ishxonamni, filiallarimni hisob kitobini o'tirib kenayim bilan qildim. Kenayimdan Alloh rozi bo'lsin, lekin soat 1 bo'ldi.